deydilar. Birgina shu oqila ayol ummatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning g'azabidan saqladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ergashgan ummat erkagi borki, ayolini hurmat qiladi, onasini ehtirom qiladi, xizmatini qiladi. Ijtimoiy tarmoqda o'zini jufti halolini, kamchiligini, aybini butun dunyoga oshkora qilyapti. Hadicha onamiz qabri oldiga bir chayla qilib berishliklarini va mana shu joyda tunashliklarini aytganlar. Hamma ko'ziga yosh olgan. Bu Rasulimiz alayhisalomda olamdan o'tib ketgandan keyin ham jufti halollariga bo'lgan muhabbatlari, sadoqatlarini namunasi edi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ayol kishi